Abu Temur shu 1381-yilda Seston jangida o'ng qo'li va o'ng oyog'idan yaralanadi va bir bo'lgan majruh bo'lib qoladi. Shu o'ng qo'li va o'ng oyoq ishlamaydigan bo'ladi. Ishlaydilar, oqsoqlar yuradi. Keyin asab jahli chiqib qolar ekan. Chunki qo'shinni tartibi qanday jang qilish kerak, qanday muomala. Shoh Mahmudni yiqitib, otdan chiqib o'ldirmaguncha qo'ymadi. Podshohning otdan yiqilib o'lganini ko'rgan. Lashkar tut tarafga qocha boshlaganda g'olib bo'ldi. Dorivor giyohlarni olib yurgan, masalan, yaralangan bo'lsa o'sha dorivor giyohini qo'yib, qo'lni bog'lab ketavergan. O'zbekiston tarixida ko'plab sarkardalar juda ham mohir bo'lishgan. Paytda ularni ozodlar ular ham bo'lgan, qozoqlar ham bo'lgan, hozir qirg'izlar ham, turkmanlar ham bo'lgan. Hammasi bo'lgan. Vatanning ichidagi hamma farzandlar bo'lgan. Bugun mana shu tushuncha bilan yashashimiz kerak. Mana shu yurtda qanaqa millat bo'lishini qaytarilsa, bu meni vatanim, meni yurtim. Meni millatim degan tushunchadan ko'ra, meni vatanim degan tushunchani ustunroq qo'yish kerak. Shu